Prezidentimizning 2025-yil 3-noyabrdagi aholi salomatligi va millat genofondini giyohvandlik va narkojinoyatlardan samarali himoya qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi narkotiklar va o'qotar qurollarni nazorat qilish agentligining topshiriq xati ijrosini ta'minlash maqsadida Samarqand shahridagi Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetida Samarqand viloyatidagi oliy ta'lim muassasalarida 2025-2026 yillarning o'tgan davri davomida giyohvandlik va narkojinoyatlarning barvaqt oldini olish hamda ularga qarshi kurashish borasida amalga oshirilgan ishlar o'rganildi. O'rganishlar jarayonida oliy ta'lim muassasalari tomonidan giyohvandlik va narkojinoyatlarning oldini olish borasida amalga oshirilgan ishlar hamda kelgusi rejalar taqdimoti orqali namoyish etildi. Shuningdek, Kattaqo'rg'on davlat pedagogika instituti prorektori Shomurod Mustafayev, institut yoshlar yetakchisi, institut psixologi hamda profilaktika inspektori tomonidan giyohvandlik va narkojinoyatlarning oldini olish borasida amalga oshirilgan profilaktik tadbirlar, targ'ibot ishlari va hamkorlikdagi faoliyat yuzasidan hisobot berib, amalga oshirilgan ishlar taqdimoti orqali namoyish etildi. Taqdim etilgan hisobot amalga oshirilgan ishlarning tizimliligi, profilaktik tadbirlarning samaradorligi hamda davlat va jamoat tashkilotlari bilan yo'lga qo'yilgan hamkorlik yuqori baholandi. Hamkorlik e'tirof etildi. Ayniqsa talabalar orasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish, giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar iste'molining salbiy oqibatlari yuzasidan muntazam davra suhbatlari, seminar, treninglar, uchrashuvlar, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar va sport musobaqalarini tashkil etish borasida amalga oshirilgan ishlar alohida ta'kidlandi. Institutda yoshlarni zararli illatlardan asrash, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, psixologik muhitni yanada sog'lomlashtirish hamda xavf guruhiga mansub talabalar bilan individual ishlash tizimi yo'lga qo'yilgani ta'kidlandi. Shu bilan birga ichki ishlar organlari, mahalla fuqarolar yig'inlari, sog'liqni saqlash muassasalari va boshqa hamkor tashkilotlar bilan muntazam hamkorlik asosida profilaktik tadbirlar olib borilayotgani qayd etildi. Yakunda Kattaqo'rg'on davlat pedagogika instituti tomonidan mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar namunali deb e'tirof etilib, kelgusida profilaktik faoliyatni tizimli ravishda davom ettirish, barcha tarkibiy bo'linmalar hamda hamkor tashkilotlar bilan o'zaro hamjihatlikni yanada mustahkamlash, talabalar o'rtasida giyohvandlik va narkojinoyatlarga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish bo'yicha belgilangan vazifalarni amalga oshirish lozimligi keltirildi. Mazkur tadbir bo'yicha oliy ta'lim muassasalari tomonidan ilg'or tajribalarni ommalashtirish, samarali amaliyotlarni boshqa ta'lim muassasalarida ham joriy etish, profilaktik ishlar monitoringini muntazam olib borish, yoshlarni har qanday zararli illatlar ta'siridan himoya qilishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni davom ettirish yuzasidan kelishuvlarga erishildi.